Azizlar, mana bu pastdagi rasmga diqqatlaringizni qaratishni so'rayman. Mana shu rasm haqida qiziqarli bir ma'lumotni aytib ketmoqchiman. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu rasm 1943-yil 28-noyabrdan 1-dekabrgacha Eronning poytaxti Tehron konferensiyasidan olingan. Bu konferensiyada o'sha davrning kuchli davlatlari Amerika, Buyuk Britaniya va SSR rahbarlari yig'ilgan holatda Ikkinchi jahon urushining keyingi jarayonlari va undan keyin bo'ladigan holatlarni muhokama qilishlik uchun yig'ilgan bo'ladilar. Rasmning o'ng tomonida Buyuk Britaniyaning bosh vaziri Winston Cherchill, rasmning chap tomonida esa SSR rahbari Iosif Stalin, rasm markazida esa Amerikaning prezidenti Franklin Delano Ruzveltni ko'rishlaringiz mumkin. Bu joydagi eng qiziqarli holat shundan iboratki, Ruzvelt 1921-yilda beldan pastki oyoq qismlari butunlay shol bo'lgan, lekin bu joyda ko'rishlaringiz mumkinki, xuddi sog'lom inson kabi oyoqlarini chalishtirgan holatda o'tirmoqda. Bu ham bir qaysidir ma'noda siyosiy o'yinlarning bir ko'rinishi bo'lishligi mumkin. Yana mana shu joyda bir ma'lumotni aytib ketaman. 1776-yil Amerika mustaqilligiga erishgandan to 2026-yil mana shu kungacha birorta Amerika prezidenti Ruzvelt kabi qayta 4 marotaba prezidentlikka saylanmagan. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Yangi videolarimiz hali oldinda.